Ha. Sizga aytmayapman, obunachilarimga aytyapman. Obunachilar qaranglar. Sizlar so'ragan va onasini incha Halgadan yana keldi. Mana ki. Mashinalaringizni katta gap bo'ladiki, 70-80% issiqlikni qaytaradi. Shuni qo'yib qo'yasizlar. Xohlagan paytlar yig'ishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'sh. Ikkinchisi. Reklama qilgan tayyorlovkamizdan oldiga qo'yib yuriladi. Buni ko'rasizlar. Buni mashinani oldiga qo'yib hayda yurishni maslahat bermaymiz. Chunki yomon holatlarga olib keladi. Agar o'zi ishonadiganlar bo'lsa, pajaliston 2. Xuddi shuni kichkina razmerlisi ham kelgan. Laboy kichikroqlar uchun mana qaranglar, ikkalasini razmer ko'rinib turibdi. 3 bu. Xo'sh, 4-inchisi. To'rtinchisi juda ham ajoyib. Bu yil yangiligi bu. Bunaqasi oldin bizda, keyin boshqalarda. Oh, joningni buni qaranglar. Bu 80-90% issiqlikni qaytaradi. Nima uchun 100% deb aytmayman? 100% chunki yonboshdan ham kiradigan issiqlik bor. Buni narxi 100 ming so'm. Biz e'tibor berdik. Obuna bo'lmasanglar shunaqa narx, obuna bo'lsanglar bunaqa narx desa, obuna bo'lmasdan narsa sotib olishibdi. Xullas, mana shu narsa 100 ming so'mdan to'rtalasa ham obunachilarimiz uchun dastlabki xizmatlari O'zbekiston bo'ylab bor. Obuna bo'lmaganlar boshqa joydan ko'raverasizlar, sog' bo'lasizlar.